Товарищ командир, какое на сегодня у меня будет задание? Salom do'stlar, siz bilan yana tezkor film. Bu galgi sonimizda sizlar bilan 2-jahon urushida fashistlarga qarshi kurashishda o'z hissasini qo'shgan 6 yoshli askar bolakay haqida gaplashamiz. Bu film real voqealar asosida suratga olingan. Qani boshladik. Rossiya hududidagi qishloqlarning birida kichik oila a'zolari daryo bo'yida o'z vaqtlarini choq o'tkazishmoqda. Ularning eng kichigi Seryoja daraxt tepasida tabiatni tomosha qilib o'tiribdi. Uning onasi va akasi esa pastda o'z ishlari bilan band bo'lgan bir vaqtda osmonda nemis havo kuchlari paydo bo'ladi. 6 yoshli Seryoja daraxt ustida bo'lganligi uchun uni nemislar sezishmaydi, ammo uning akasi va onasini ular sezib qolishadi. Seryojaning onasi uning akasi bilan ko'zdan yashirinish uchun harakat qilishadi, ammo buning uddasidan chiqa olishmaydi va halok bo'lishadi. Keyinchalik Seryoja daraxtdan tushib uyiga boradi va onasi hamda akasini kutib uxlab qoladi. U tushida onasini chaqirib chiqadi va shu onda uning uyi eshigi taqillaydi. Seryoja uyga onasi va akasi qaytib kelishdi deb o'ylaydi, ammo eshik oldida uning qo'shnisi bo'lgan ayol chiqadi. Bu ayol kishi Seryojaga nemislar tufayli onasi va akasini endi boshqa ko'ra olmasligini va tezda bu yerdan qochish kerakligi haqida aytib, o'zi bilan olib ketmoqchi bo'ladi. Ammo uy tashqarisida nemis harbiylari paydo bo'lishadi va buni ko'rgan qo'shni ayol va Seryoja derazadan qochishga harakat qiladi. Seryoja deraza orqali tashqariga chiqishga ulguradi, ammo uning qo'shnisi tashqariga chiqishga ulgurmaydi va uni fashistlar otib o'ldirishadi. Fashistlar ularning qishlog'iga o't qo'yib vayron qilishadi va buni ko'rib qo'rqib ketgan Seryoja o'rmon tomon qochishni boshlaydi. U o'rmon bo'ylab yuguradi va onasini chaqirib yig'lay boshlaydi. Qorong'u o'rmonda och holda adashib qolgan Seryoja juda qiynaladi. Ertasi kuni Seryoja daryo bo'yiga kelib qoladi va suv ichayotgan payti u tomon yaqinlashib kelayotgan nemis harbiylarini sezib qoladi. Ulardan yashirinish maqsadida u daryo bo'yidagi daraxt kovagiga yashinib oladi va o'zini sezdirib qo'ymaslikka harakat qiladi. Fashistlar Seryojani sezmagan holda daryo bo'yiga kelishadi, biroz dam olib tushlik qilishni boshlaydi. Bu onda daraxt kovagida berkinib turgan Seryoja oldida zaharli ilon paydo bo'ladi, lekin 6 yoshli bolakay o'zini qo'lga oladi va ovoz chiqarmagan holda ilonning ketishini kutadi. Fashistlar tushlik qilib bo'lgach ketishadi. Qorni och qolgan Seryoja ulardan qolgan ovqatlarni yemoqchi bo'ladi, ammo hech narsa topa olmaydi. Shundan so'ng u o'rmon bo'ylab yurishni davom etadi. Juda charchab, ochdan tinkas quriganligi uchun yo'lda bir necha marta yiqilib tushadi, ammo taslim bo'lmaydi va yurishni davom etadi. U yo'ldan chiqqan yovvoyi o'simlik va mevalar bilan qorin to'ydirmoqchi bo'lgan bir paytda o'rmon tomon nemislar portlovchi qurol uloqtirishadi. Bu holatdan qo'rquvga tushgan bolakay qochishni boshlaydi va juda ham charchaganligi va och bo'lganligi uchun o'rmon ichida hushidan ketib yiqiladi. Ertasi kuni o'rmon ichida yurgan rus razvedka askarlari uni topib olishadi va rus askarlari harbiy qismiga olib kelishadi. Harbiy qism bosh komandiri Kuznetsov hushiga kelgan 6 yoshli Seryoja bilan tanishadi va undan nima bo'lganligi haqida so'raydi. Bo'lgan voqealarni eshitgan komandir Kuznetsov oilasini yo'qotgan yosh bolakayga ruhiy dalda berish va g'amxo'rlik qilish uchun askarlarga topshiriq beradi. Keyingi kuni Seryoja olgan jarohatlarini tuzatish uchun harbiy bazadagi shifoxonaga olib kelinadi. U yerda unga Katya ismli hamshira g'amxo'rlik qiladi va uning jarohatlarini bog'lab qo'yadi. Seryoja harbiy baza shifoxonasidagi jarohatlangan boshqa askarlar bilan ham tanishib oladi va o'zi ham askar bo'lishni juda istashini aytib o'tadi. Birozdan so'ng Seryojaning holidan xabar olish uchun uning oldiga komandir Kuznetsov keladi. Seryoja uning harbiy formasidagi medallarni va undagi haqiqiy to'pponchani ko'rib, komandirga juda havas kelishini aytadi. Komandir tashqariga chiqqach, harbiy baza hamshirasi bo'lgan Katya unga hech kimi yo'q bo'lgan bolakayni harbiy bazada o'zlari bilan birgalikda olib qolishini iltimos qiladi. Komandir bo'lsa, javob tariqasida bolani urush bo'layotgan bazada olib qolish xavfli ekanligini va uni bolalar uyiga yuborishini aytib o'tadi. Bu orada shifoxonadagi Seryoja oldiga boshqa askarlar ham kelib, uning holidan xabar olishadi va unga o'ynash uchun harbiy qurol aslahalarini berib, u bilan suhbatlashadi. Keyingi kuni ruslarning harbiy qarorgohiga fashistlar hujum qilishni boshlaydi. Va ko'plab rus askarlari halok bo'lishadi va jarohatlanishadi. Bu orada komandir Seryojaning xavfsizligini o'ylab, uni bolalar uyiga yuborish uchun mashina chaqirtiradi. Ammo so'nggi daqiqalarda bolakay komandirning ham mehrini qozonadi va komandir
uni bolalar uyiga yuborish fikridan qaytib, uni o'ziga o'g'il qilib oladi. So'ngra uni ham urush maydonida harakatlanish uchun o'g'liga harbiy kiyim va etik tayyorlaydi. Ertasi kuni uyqudagi bolakay oldiga kelgan komandir o'g'liga yangi forma olib kelganligini aytib, uni uyg'otadi. U Seryojaga haqiqiy askar bir dona gurgut cho'pi yonib tugaguncha kiyinib bo'lishini aytib, Seryojani tezroq kiyinishga o'rgatadi. Birinchi marotaba bunday kiyim kiyayotgan Seryojaga kiyinish uchun bir qancha gurgut cho'pi yonib tugashiga to'g'ri keladi. Lekin bu natijadan ham ular xursand edi. Seryoja yangi harbiy formadan xursand holda tashqariga chiqadi. Shu onda fashistlar harbiy qarorgohga hujum boshlaydi va jang boshlanadi. Ushbu jangda ko'plab askarlar vafot etadi va yaralanadi. Haqiqiy urush maydonidagi vaziyatni his qilgan Seryoja jang boshida qo'rquvga tushadi va pana joyga yashirinadi. Shundan so'ng bolakay urushda boshqalarga yordami tegishi uchun dastlab yaralangan askarlarga g'amxo'rlik qilishni boshlaydi. Shuning uchun u jarohatlangan askarlarga dori-darmon berib turadi hamda ularga kelgan maktublarni o'qib bermoqchi bo'ladi, ammo hali o'qishni bilmasligi sababli o'qiy olmaydi. Lekin o'qiy olmasligini askarlarga ayta olmagan Seryoja ularning kayfiyatini ko'tarish maqsadida kulguli voqealarni aytib berishni boshlaydi. Keyingi kuni komandir Kuznetsov hamshira Katya bilan uchrashadi va uni yaxshi ko'rishni aytmoqchi bo'ladi. Ammo yurak yutib bu gaplarni aytishga komandirning jur'ati yetmaydi va gapni boshqa mavzuga o'zgartiradi. Jang maydonida bir qancha vaqt yashagan bolakay komandirdan unga jiddiyroq topshiriq berishini va u topshiriqni bajarishga tayyor ekanligini aytib o'tadi. Unga ishonch bildirgan komandir askarlarga kelgan maktublarni egalariga tarqatish topshirig'ini beradi. Ertasi kuni Seryoja otasi komandir Kuznetsovning topshirig'iga ko'ra harbiy baza atrofini nazorat qilish topshirig'ini oladi. U yon atrofni durbin bilan kuzatishni boshlaydi va kutilmaganda shoh shabbalar orasida yashiringan noma'lum shaxslarni ko'rib qoladi. Bu xabarni tezda harbiy qismdagi askarlarga yetkazadi, ammo razvedkachi askarlar yosh bolakayga boshida ishonmaydi. Ammo gap dushman haqida ketayotganligi uchun har ehtimolga qarshi bolakay aytgan joyga borib tekshirib ko'rmoqchi bo'lishadi. Rus razvedka askarlari Seryoja ko'rsatgan joyga borib u yerdan ayg'oqchi nemis harbiylarini ko'rib qolishadi va ularni qo'lga olishadi. Bu fashist askarlari ruslarning harbiy bazasi haqida ma'lumot to'plab, ularga qarshi kutilmagan hujumni rejalashtirayotgan edi. Ammo ularning rejasini payqab qolgan 6 yoshli bolakay butun boshli harbiy qarorgohdagi askarlarning hayotini saqlab qoladi. Seryojaning bu qahramonligini eshitgan komandir Kuznetsov undan faxrlanishini aytib, uni o'ziga rasmiy ravishda o'g'il qilib olganligi haqidagi hujjatni ko'rsatadi va bag'riga bosadi. Ertasi kuni fashistlar yana rus askarlari tomon hujumni boshlaydi. Bu vaqtda kichik askar jang maydonidagi sheriklariga o'q-dorilarni hamda qurollarni o'z vaqtida yetkazib turish bilan o'z yordamini ko'rsatadi. Shu tariqa urush davom etadi va bu orada rus harbiy bo'linmalari o'rtasida texnik nosozlik tufayli aloqa yo'qoladi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun komandir askarlardan biriga topshiriq yuklatadi. Vazifani bajarishga kirishgan askar nemis askarlari tomon o'qqa tutiladi va yo'lda og'ir jarohatlanib yiqiladi. Bu holatni kuzatib turgan bolakay joni uzilayotgan askardan aloqani qanday tiklash haqida ma'lumotni so'rab oladi va topshiriqni o'z zimmasiga oladi. U aloqa kabelidagi uzilishni tiklashga muvaffaq bo'ladi. Aloqa tiklangach, rus harbiy bo'linmalari nemislarga har burchakdan hujum qilib, bu safargi jangda g'olib chiqishadi. Nemislar chekinganidan so'ng komandir Kuznetsov hamshira Katya bilan yana uchrashadi va bu safar uni yaxshi ko'rishini aytadi. Va hamshira Katya ham unga befarq emasligini aytayotgan vaqti ularning yoniga askarlardan biri yaqinlashadi. Askar komandirga general tomonidan yangi topshiriq kelganligi haqida xat beradi. Bu xabardan so'ng komandir o'z askarlari bilan boshqa hudud tomon yo'l olishadi. Bu orada Seryoja otasiga tezroq haqiqiy qurolni ishlatgisi kelayotganligi haqida gapirayotgan bir paytda ular fashistlar tomonidan o'rnatilgan minaga duch kelishadi. Askarlardan bir qanchasi halok bo'lishadi va ba'zilari jiddiy jarohat olishadi. Lekin ular yo'lni davom ettirishadi. Komandir o'z askarlari bilan bosh general oldiga yetib kelishadi. Kuznetsov bilan suhbatlashayotgan general yosh askarning ko'rsatgan jasoratlari haqida xabar topadi va uni barcha askarlar qarshisida munosib taqdirlab, unga ramziy medal taqadi. 6 yoshli askar erishgan yutug'idan g'ururlanib, o'z yurtiga sadoqat bilan xizmat qilishini aytadi va shahdam qadam bilan o'z joyiga qaytadi. Ertasi kuni ota va bola suhbatlashib yurgan vaqtda komandir nemislar tuzog'iga tushib qoladi. Buni ko'rgan Seryoja otasini qutqarishga harakat qiladi, ammo o'zining kuchi yetmagach, boshqa askarlarni yordamga chaqirib keladi va otasini
qutqaradi. Ammo otasi og'ir jarohat olib shifoxonaga tushadi. Uning holidan xabar olish uchun yoniga Seryoja va Katya keladi. Seryoja otasini juda yaxshi ko'rishini ta'kidlaydi va hamshira Katya ham Seryojaning onasi bo'lishga rozi ekanligini aytadi. Ular bir oila bo'lishadi va komandir jarohatdan tuzalganidan so'ng fashistlarga qarshi kurashishni davom ettirishadi. Shu tariqa Seryoja rus harbiylari orasida eng yosh askar sifatida tarixda qoladi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha